Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun sen ishlayapsan, hujjat bilan ovora bo'lishni bizga ishon. Hammasi 100% qonuniy, rasmiy va baza orqali tekshiriladi. Трудовой договор 1 yillik. Уведомление tez va ishonchli. Registratsiya 3 oy, 6 oy, 9 oy yoki 1 yil. Hujjatlaringiz rasmiy tarzda tayyorlanadi. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling va hujjatlar muammosidan qutuling. AQSh tomonidan hujum bo'lgan taqdirda Eron mintaqadagi Amerika harbiy bazalariga zarba berishga majbur bo'ladi, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi. Uyutkov Putin u bilan uchrashuvlarda har doim rostgo'y bo'lganini aytdi. Putin men bilan muloqotda har doim rostgo'y bo'lgan. Men bu haqida gapirganimda tanqidga uchrayman, lekin bu haqiqat. U menga o'zining qizil chiziqlari qayerda ekanligini aytgan, dedi Trampning maxsus vakili. Zelenskiy va Putin o'rtasidagi uchrashuv yaqin haftalarda bo'lib o'tishi mumkin. Stiv Uyutkov Jared Kushner bilan birgalikda stolga qo'ygan takliflarimiz tomonlarni yaqin 3 hafta ichida uchrashtirishga umid qilamiz. Bu ehtimol Zelenskiy va Putin o'rtasidagi sammitga olib keladi. Mazkur uchrashuvda Tramp ham ishtirok etishi mumkin, dedi AQSh rahbarining maxsus vakili. Yevropa tinchligini faqat Rossiya bilan ta'minlash mumkin. Usiz emas. Germaniya muxolifatchisi G'arb liderlarini tanqid qildi. Biz doimo Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokarasini qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Ukrainada behuda qon to'kilishini to'xtating. Nega G'arb davlatlari, ayniqsa Buyuk Britaniya 2022-yilgi Istanbul kelishuvining amalga oshishiga to'sqinlik qildi? O'sha kelishuv Zelenskiy uchun bugun muhokama qilinayotgan variantdan ko'ra yaxshiroq tinchlik sharti bo'lgan bo'lardi. Diplomatiyani talab qilgan har kim Putin tarafdori sifatida qoralab chiqiladi. Bu qanday yondashuv o'zi? degan Germaniya uchun muqobil ultra o'ng partiyasi yetakchisi Alice Weidel. AQSh Eronning uranni boyitishni qisman saqlab qolishiga rozi bo'ldi. Bloomberg nashr ma'lumotlariga ko'ra, Jenevadagi muzokaralarda Washington tomoni Tehronning uranni boyitishni davom ettirish haqidagi qizil chizig'ini qabul qilgan. Uranni boyitishdan to'liq voz kechishni rad etilgan. Pokiston tunda Afg'onistonni o'qotdi. Tolibon bunga javob qaytarishga va'da berdi. Islomobod Afg'onistondagi jangarilarga qarshi havo zarbalarini berganini ma'lum qildi. Tolibon hujumlari oqibatida o'nlab odamlar, jumladan bolalar halok bo'lganini bildirib, buni hududiy yaxlitlikning buzilishi deb atadi va javob qaytarilishini ta'kidladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqi Ukrainada Rossiyani mag'lub etishga va Rossiyadan pullarni qaytarib olish uchun kompensatsiya to'lashga majbur qilishga umid qilmoqdalar. Men hech qanday izoh qo'shmayman, lekin shunchaki Napoleon va Gitler ham buni qilishga harakat qilishganini va ular muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytaman. Ko'rib turganimdek, Kaya Kallas hozir ham shunday qilishga harakat qilmoqda, deya ma'lum qildi u. Rossiya Ukrainadagi shirinlik zavodiga zarba berdi. Kecha 21 fevral kuni Rossiya raketasi Sharqiy Ukrainadagi Areyo zavodini nishonga olgan. Ishlab chiqarish binosiga ziyon yetkazgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sbiganing ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida hech kim jabr ko'rmagan. Germaniya Yevropa uchun ham beshlik ko'z razvedkasini yaratishni taklif qildi. Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Polsha kabi mamlakatlar bilan Yevropa beshlik ko'z razvedka ma'lumotlarini almashish tizimini yaratishni taklif qilgan. Hozirda bu g'oya faqat muhokama bosqichida. Eron rasmiylarining ta'kidlashicha, ballistik raketa uchirish moslamalari Eronning g'arbiy chegarasi va janubiy qirg'og'i bo'ylab joylashtirilgan. Bu esa Amerika bazalari va boshqa mintaqaviy nishonlarni o'q yetib boradigan hududga aylantiradi, deya ma'lum qildi New York Times. Biz Yevropaning Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida ishtirok etishining ma'nosini ko'rmayapmiz, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Agar urush tugasa, Ukrainani moliyalashtirish ham tugaydi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban uning ta'kidlashicha, Ukrainaning rejasi urush to'xtamasligini ta'minlashdir. Biroq hali ham Vengriya, Chexiya va Slovakiyada sog'lom fikr ustunlik qilmoqda.
Ular birovning urushini moliyalashtirish uchun milliardlab yevro yuborib, oilalarimiz kelajagini xavf ostiga qo'ymaydi, deya ma'lum qildi Vengriya bosh vaziri. Rossiya ustidan g'alaba qozonish uchun Ukrainaga qo'shimcha 250 ming askar kerak. Times nashri. Razvedka va g'arb kuzatuvchilariga ko'ra, Ukraina hozir frontning aksariyat qismlarida Rossiyaga yutqazmoqda. Asosiy muammo odamlar va texnika yetishmasligi. G'arb harbiy manbalarining ta'kidlashicha, Rossiya ulkan yo'qotishlarga qaramay, yana kamida 1 yil jang qila oladi. Shu bilan birga, Rossiya qo'shinlari Limansk, Seversk hududlarida bosimni davom ettirmoqda. Shuningdek, Slavyansk va Kramatorsk tomon harakatlanmoqda. Ukrainada qurolli kuchlar piyoda bo'linmalarining butlanganlik darajasi 30-40% dan oshmayotgani, safarbarlik rejasi esa hali biror marta ham bajarilmagani ma'lum qilindi.